Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, hurmatli bog'bonlar. Mana bugun biz qassob qo'y bog'imizdan qahramon uzumimiz Xorazm xirmonini tasvirga olyapmiz. Qarang, ajoyib uzum. Yuki mo'l, qarang, mo'l hosil. Yuk, qarang. Xirmoni o'zining bir xususiyati borki, bu birdaniga qaraymaydi. Qarayish, rang olish jarayoni biroz vaqt oladi. Qarang. Kimdir aytadi, xirmoni uzumim deydi, ko'p hosil qilmaydi deydi. Mutaxassis bog'bonlar ham mana shu fikrni aytib qoladi-da. Shuning uchun bog' qilaman deydiganlarga tavsiyam shuki, hosillar navini tanlash kerak. Hosillar navini. Aks holda siz qandaydir yuksiz, meva solmaydigan, kam soladigan navga duch kelishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lgan gapimiz shu yerdaki, siz ekmoqchi bo'lgan nav, tanlagan navingiz kimningdir fikri bilan yoki ko'rgani bilan emas, balki o'zingiz o'sha bog'ga borib ko'rib shu mevani ko'ring, hosillarni ko'ring, bozorbopligini ko'ring va o'z ko'zingiz bilan ko'rib, nima deydi, ming eshitgandan bir ko'rgan afzal deganlaridek ko'rib navni tanlang. Aks holda bir necha yil, 2-3 yil kuchingizga to'g'ri keladi yoki navni almashtirishga to'g'ri keladi. Shunaqa hosildor navlardan ekishni tavsiya qilaman. Ko'rib, eshitib emas. Mana qarang. Serquyosh o'lkamizga ko'z tegmasin. Qarang, mo'l hosilchilik, pishiqchilik. Rang olish jarayoni, shakar to'playapti. Qarang, qanchalar tabiat olamida kimgadir va nimagadir naf keltirish maqsadida. Go'zal yurtimizga ko'z tegmasin, serquyosh o'lkamizga. Mehnat qilsa natija bo'ladi. Buning uchun esa albatta bog'bonlarimizga tavsiya qilamizki, harakat kerak. Keksalarimizning bir fikri bor dono xalqimizda. Harakatda barakat bor. Harakat qilsak, har kim ham maqsadiga yetadi. Shuning uchun bizni kuzatishda davom qiling. Biz foydali maslahatlarimizni siz aziz bog'bonlardan bari tutmaymiz. Yoki bo'lsa nima deydi? Ayamaymiz. Hamkorlikda, tavsiya va birgalikda bog' yaratishda yordamimizni albatta berib boramiz. Faqat bu hosilga erishish uchun uni vaqtida parvarishlash, vaqtida suv ochish, har bir oyda belgilangan ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Yoki aniqroq qilib aytganda, demak, ko'rtakdan oldin, gullashdan oldin
saxta un shudiring, haqiqiy un shudiring va zararkunandalarga qarshi ishlovni berish kerak. Kuchli fungitsidlar bor, ularni albatta vaqtida ishlatish kerak. Yoki bo'lmasa e'tibor bilan amalga oshiradigan jarayonlar bor. Pishish davrida chirik tushadi, barglarga qurtlar tushadi. U ko'rinmas holatda barglarga zarar beradi va mevalarga. Shu sababdan ishlov berish kerak bo'ladi. Lekin pishishga 1 oy yoki unga yaqin vaqt ichida kuchli 1 oy davom qiladigan tizimli dorilarni ishlatish mumkin emas, chunki u iste'mol qilinadi. Shuning uchun mutaxassislar bilan bog'lanib, aloqada bo'lib, hamkorlik asosida ish olib borilsa, so'rab natija bo'ladi. Biron bir ishlovni noto'g'ri yoki vaqtida amalga oshirmadingizmi? Demak, u siz 1 yil hosildan mahrum bo'ldingiz degani bu. Bu sabab bo'lishi kerak bo'ladi. Shu sababdan bugungi ko'rsatuvimizni video olishdan maqsad mana shu qahramonimiz, kanalimizning nomi ham Xorazm xirmoni. Bu hosil to'planadigan muqaddas joy. Va ikkinchi tomoni mana shu Xorazm xirmoni uzumi. Aynan shuni biz asosiy qismiga tasvirga qo'yamiz bu uzumimizni. Qarang, bu uyimiz joriy yil boshida bahorda 55 bosh meva hosil qildi. Shundan 20 dan ortig'ini qoldirganmiz. 20 dan ortig'ini. Bog' yarating. Yurtimizda biraz Xorazm hududida tog' yo'q, o'rmon yo'q, qum bor. Shu sababdan biz mana shunday sharoitda mana Osiyo uzumimizda, Osiyo nimamizda, arig'imizda suv mo'l, hosil uchun yetarli. Hali biz Osiyo arig'ida video qilamiz. Tarixi qadimiy. Hurmatli kuzatuvchilar, kuzatishda davom qiling, hamkorlik qiling. Savollaringiz bo'lsa, birgalikda yechim topamiz. Yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib aylasin.